Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchilar. Bugun Samat Ustaxonasidan obzor qilyapmiz. Men Samat ustaning ukasi bo'laman. Kechkalarimizni, garajkalarimiz bor, dinamikalarimiz bor. Bularni tushuntirishga harakat qilamiz. Mana hozir ekopechka nomi bilan mashhur bo'lgan ekonom pechka variantlari mana hozir bu holatga kelib kerak. Bu holatga kelib kecha yoqilgan holat shu. Bu holatda mana yoqilgan kanalga chiqib ketadi. Bunga katta varianti 208 sipasi, kemasi 205 dan ishlatiladi. Bir paqir, 1,5 paqir bemalol ko'mir xokkani solib aralashtirib solib qo'ysa bo'laveradi. Hozir o'tin yopilishiga e'tibor bering. Qancha g'ip yopiladigan bo'lsa, buni ichidagi ko'miri yongan cho'g'i uzoqroq muddat turadi. Qancha ochib qo'yadigan bo'lsa, havo ko'proq kiradigan bo'lsa, tez yonib ketib, uy harorati o'ta ko'tarilib ketadi. O'z-o'zidan noqulaychilik tug'dirib qoladi. Shuning uchun yopilishiga ko'proq e'tibor berishlaringizni so'rab qolamiz. Endi bu pechkamiz yaqinda chiqqan pechka, o'zimiz shu ustalarimiz orqali shunaqa qilib yasalgan pechkamiz. Buni mana o'zi choyni yoshaydigan joyi odatda. Endi bu yoqqa e'tibor berib o'ramiz. Pechkalarimizga mana choyni qo'yadigan joyi, bu tozalash uchun qo'yilgan joy, mana tozalanadi. Hop, bu o'tirilgan joy. Eng muhimi mana kuldonimiz. Kuldonimiz o'zi eshigi bilan, ushag'ichi bilan bir bo'ladi. Buni ham yoqib ko'rsatamiz. Mana bu yerda bunaqasi o't yonadigan joylari, bu yeri shu uzunlikdagi o'tin bemalol chiqib ketaveradi. Endi ikki bo'lma bor bu yerda. Nozimasaram keyin ko'rsating. Mana hozir bu yerdan to'siq. Demak, o'sha yerdan pastida o't yonadi-da. Mana bu yerda to'sig'i bu boshidan alanga kelib turib, bu bag'ni ko'rsating. Alanga ketadi, bu yer yonib turib, bu yoqqa yuradi. Yurganda mana ikkinchi bo'lma bor endi. Bu yoqqa tevadan ko'rsating. Ikkinchi bo'lmaga chiqadi, keyin bu yoqqa yurib, metdan chiqib ketadi. Endi bu pechka nimaga bunday qilindi desa, bunda bu holatda plastinka bo'lgan hisobiga issiqlik harorati ichkarida qoladi, ko'p issiqlik chiqaradi, cho'g'imizni cho'g'imiz yongan mahsulotimiz ko'proq muddat turishga olib keladi. Hop. Endi buni rasxotga keladigan bo'lsak, 6 kilodan 10 kilogacha bir kunda rasxot qiladi. Yoqishingizga qarab, ko'miriga qarab. 10 kilodan oshiqcha yoqish mumkinmi? Mumkin. Ba'zi ko'mirlar bor, tez yonuvchan, bir xil ko'mirlar bor, sekin yonadi, uzoq muddat bir xil harorat ushlab turadi. Misol uchun, ko'p holatlarda angren ko'mirlar pastroq Novvoy ko'mir deyiladi. Uni kali deydimi, shunaqa issiqlik berish darajasi pastroq. Shu ko'mirlar shunga bo'laveradi. Ba'zi pechkalarga shuni quvvati pastroqlik ko'p tutun bo'ladi. Bunda unaqa emas. Bunda o'sha urilgan hisobiga karnaylar emas, asosiy shu bo'lmalarda shu musurlar qolib, musurni tozalab olish imkoniyati bor bunda. Shu tarafdan yutuqchilik bor. Endi ekonom pechkamiz 10 kilodan 14 kilo, 15 kilogacha o'rtacha rasxot qiladigan bo'lsa, bu pechkamiz 6 kilodan 10 kilogacha rasxot qiladi. 4 kilo, 5 kilo kamida pribilga foyda qoladi ko'mirdan. Endi oylik, yillik o'zingiz misol qish mavsumiga hisobini chiqarib olasiz, qancha miqdor yutishingizni. Endi bu turetskiy pechka, turetskiy deganda Turkiyadan olib kelgan emas, o'zimizning ustalarimiz qilgan pechkalarimiz. Mana hozir bu mahsuloti ham bir ajoyib. Bu granula molga, to'g'larga beradigan granulaga o'xshaydi. Bunaqa tasavvur qilmaysizlar. Buni mahsuloti xo'p. O'zimizni teraklardan yoki sasnalardan, shu apelkadan press qilingan mahsulot bu. Bu ancha sekin yonadi, soatiga 0,5 kilodan 1 kilogacha rasxot qiladi, 1 soatiga. Xo'p, endi bu yerda yoqish joylari, bu yerda mana havolari maytda alanga ko'rinib turadi, chiqib ketadi. Hozir kecha yoqilganida, hozir yoqib berganida fursat qilaman. Xudo xolasa buni ham yoqib o'sha montajlarimizga yongan holatlarni qo'yib ketamiz. Xo'p, endi garajkalarni ko'rsatib o'ramiz. Xo'p, hozir pechkamizni keyin juda vazmin emas. Pechkamizni bemalol olib qo'yamiz, garajkalarimizni tushuntirib beramiz. Xo'p. Garajkalarimiz eng ko'p sotilayotgan, mana 1 yil mobaynida bo'lgan holat bo'lsa, kamida 2000 tani yo'l yerda sotildi, Alloh alam.
Eng ko'p sotilgani mollarga yem qaynatishga, mana qishki kunlarda chorvadorlar bo'lar ekan, mollarga qo'ylar, qo'z nima deydi, bo'zaklarga suvini isitib berishar ekan, sut pishiradiganlar bor ekan, Toshkentda juda ko'pchilik oldi, sut pishiradiganlar teplisalarga pechkalarni isitgani olishyapti. Bu variantimiz. Xo'p. Bu yerdan yog'i ketadi. Misol tushuntirib beraman. Bu yerdan yog' ketadi, bu yerdan havo ketadi-da, o'rtadan havo yo'nalishi chiqib turib, keyin shu yerda 1 minut 2 minut holatda birinchi skorga qo'yib yoqib turiladi. Bu qizib olgandan keyin alangasi keyin skorsini ko'tarib boradi. Yog'imiz mana bu yerda bacho'y joyi bo'ladi. Yog' borib, keyin atrofini qaynagandan keyin undan chiqqan gaz yonib, tiniq yonib shu 56 santimetrga olib chiqadi. Endi bu katta variantimiz undan ham baland yonadi. Misol uchun buni o'rtacha 56 santimetr desak, tiniq yonish miqdorini buni 1 metr miqdorda aytaveramiz. Xo'p, o'zini asl bor yog'icha yoqib baland yoqadigan bo'lsak, bunimiz 1,5 metr, 2 metr yonadigan bo'lsa, bunisi 1 metr, 1,5 metrgacha yoqishi mumkin. Bu 2 metr, 2 metrdan ham oshiqcha baland yonadi. Lekin uni tavsiya qilmaymiz. Buni 1 metrga, buni 56 santimetrga tavsiya qilib aytamiz. Xo'p, buni eng yaxshi rezultatimiz, endi hammani qozoni har xil, hammani sharoiti har xil. O'zim shaxsan gaplashgan holatda telefon qildim, juda xursand bo'ldim gaplashib. 4,5 litr bilan 1 tonna suvni qaynatdim dedi. Shu garelkamiz bilan. Endi kimdirda qozoni boshqacha, kimdir 5 litr, kimdir 10 litrgacha rasvot qilib qo'yapti. Endi uni qozonini bilmadim, qanaqa qozonda ishlatyapti. Og'zini ochib qo'ysa boshqacha rasvot qiladi. Konteyner qozondan qilsa boshqacha, cho'yan qozonda, alyumin qozonda. Biz ko'proq alyumin qozonni tavsiya qilamiz. Shu holatda. Faqat tayyorlab qo'ymasa bo'ldi. Xo'p, shu holat. Endi bu katta garelkamizga o'tadigan bo'lsak, katta garelkamiz. Xo'p, kattaligini ham ko'rib tursiz. Albatta qozonlari shunga yarasha bo'ladi. Xo'p, 2 tonna suvimizni 8,5 soatda 20 litr rasvot qilib yoqdi. Shu hisoblaganimizda 2,5 litr plus minus 60 gradusda ushlab turibdi 8,5 soatda. Bu yaxshi rezultat. Jumhuriyatda ko'p gazoblokka sotdim, o'zim sotdim gazoblokka. Rezultati yaxshi bo'ldi. Olgan yana olib ketdi, yana ko'rgan yana olib ketdi. Xullas, jumhuriyatda ko'p sotildi. 1 tonnadan yuqorilariga buni tavsiya qilamiz, 1 tonnagacha buni tavsiya qilamiz. Yoqishiga qarab bemalol rasvot qilaveradi. Endi buni rasvotga keladigan bo'lsa 1 litrdan 3 litrgacha beramiz. 1 litr ozroq ham rasvot qiladi-yu, pastroq yoqsa biz 1 litrdan 3 litrgacha. Undan yuqori yoqishligi tavsiya qilmaymiz, unda baland bo'lib ketadi, qo'yoq yonadi. Alangasi qo'yoq, tiniq yonsa rasvot oz hisoblanadi. Endi bunimiz rasvoti 1 litrdan 5 litrgacha rasvot aytamiz. Undan tepasiga aytganda bunday qalamli yonsa, unda rasvotini biz javob beramiz. Xo'p, endi kichkina garelkalarimiz bor, mini garelkamizni yaqin ishlab chiqardik. Mana ko'ribsiz, nihoyatda ixcham. Bu yerdan yog' tomiydi bunda ham. Hammasida bacho'yi komplektida bor. Mana teshiklari, yonboshlaridan teshiklari bor. Xo'p, bunimiz yarim litrda o'zimiz sinab yoqqanimizda bir qarishga yaqin. Где-то 15-20 santimetr yon yerida yongan holatida yarim litrimiz 50 minutga yetdi. Ya'ni 50 gram emas, 60 gram bilan 1 soatga, 10 soatga bo'lsa, kun bo'yi yoqadigan bo'lsa 6 litr rasvoti bilan holatda turibdi shu. Narxi, buni narxi 500 ming so'mga chiqadi. Narxlarini ham aytib qo'yamiz. Bunimiz 1,1 ming so'mdan chiqadi. 10 skorsli motorlarni chiqaramiz. Bunimiz 1,4 ming so'mga chiqadi. Xo'p, bacho'ylari o'sha komplektida bor. Hozir yana bir qator komplektlarni tushuntiramiz. Xo'p, motorlarni ko'rsatib o'raylik. Mana motorlarimiz ochiqcha qarovsizlikka aytib yurmaysan, shunaqa motorlari bo'ladi. Buni o'sha ishonchlilarimiz skorsli bor. Havo haydaydi bu yerda. O'sha komplektda sotilgan holati mana shunday. Ishlangan, endi yongan holat, bu ishlangan beramiz, bu ham ishlangan holati. Xo'p, shu o'zimiz 1,1 ming so'mga uydan chiqish narxlari. Xo'p, endi narxga keladigan bo'lsa, bulardan narxlarga ketib, bunimiz narxi 900 ming so'm. Bu turetskiy pechka nomi bilan aytaveramiz. Endi Turkiyada birinchi chiqarilgan 2,3 ming so'm. Bu eko pechka. Eko pechkamiz bu
850 ming so'mga chiqadi. Uydan chiqqan narxlar. Xo'p, endi dravikalarimiz bor. Hozirgi paytda dravikalar ommalashgan. Bo'ldi, o'chiramiz. Bechkanaroq bo'ldi.